Hurmatli obunachilar, fermaga kelganmiz. Hozir 2 bosh buqachani ortib, bugun sotuvga qo'yamiz inshaalloh. Mana. Hop, mana. Mana sementalli bolasi, mana mana setganchi. Mana. Buni hurmatli obunachilar, mana jigarim bilan ham boradi. Hozir jigarimning onasi mana ekan. Jigarimning onasi mana shu. Narigi ola-qorani mana semental tug'gan ekan shu. Mesni bilan chatishib qopti. 1-2 marta buqaga urug' qo'yishgan ekan. Xullas, ushamagan, keyin buqaga qo'yib yuborilgan ekan. Hozir mana shunaqa gibrid bo'lib tug'ilgan. Buni ona 13-sentyabrda tug'ilgan bu, o'sha ola-qorani. Hozir mana bunisini daftardan ko'rib aytib beradilar. Chorva Toshkent YouTube kanalimizga qo'yamiz. Telefonga aloqaga chiqasizlar. Bismillah. Oy, og'irlik. Opa, tur. Buraya aldıdan ki. Geç var. Böyle. 11-oktyabr hafta kuniga shanba Toshkent tumani Uchqahramondan o'zimizda mini shu naslchilik g'unajin buqachalar chiqarib boradigan o'zimizning xonadondan hurmatli obunachilar 2 bosh naslli buqachalarni sizlarga chiqarib berish uchun harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, videoni uzoq cho'zmasdan bo'ldi turursin. Tez ma'lumotlarni aytib ketamiz, chunki mana bu yoqqa yugurib, to'g'risi buzoqlar ozgina videoga olishga qo'ymayapti, to'g'risi. Hurmatli obunachilar, mabodo buzoq qidirgan akalarimiz bo'lsa, men hozir videoni boshida buni onalarini ham hozir fermada videoga olib kelganman. Hozir bu uyimizga molxonaga kelganiga bir soat ham bo'lgan. Hozir tezlikda syomkasini qo'yib chiqarib olamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu ola-qora buqachamiz. Mana birinchida ko'rsatib o'tadigan buqachamiz. Toza qonli 100 talik semental paroda sigir tug'gan ekan. Rossiyskiy paroda buqaga qo'yishgan ekan. Mana shu bolani beribdi. Bu 13-sentyabrda tug'ilgan buzoq. Uje xudo xolisa 1 oyligiga yaqinlashayotgan ekan. Azgina kepi ham yalab turibdi deyishdi. Baquvvatligiga bitta ahamiyat berasizlar. Buni onasini 2 marta onasiga urug' qo'yishgan ekan, ushamagani uchun oxirida bitta sement rossiyskiy buqaga qo'yilgan ekan. Mana o'sha rossiyskiy buqadan tug'ilgan mana shu buzoq. Onasi 100% semental sigir. Menda o'sha videoni boshida videolarni ham qo'yib o'tib ketaman. Xo'p, keyingisi buni onasi ola-qora ekan. Endi nima parodaga qo'yishgan xabarim yo'q. Shvedgami, Estongami nimagadir chatishgan adashmasam. Bu sal kattaroq, уже 1 oydan oshibdi. Bu hozir ovqatlar ham yeyapti. Kepe, beda nimadirlar ham yeb turibdi. Ishtahalari zo'r ekan. Hurmatli obunachilar, mana buqachamizga 2 mahal 2 litrdan 4 litr sut ichirishayotgan ekan. Bu shu chelaga solib beramiz deydi. Chelada bemalol ichib olar ekan. Bunisi onasini emib turgan ekan. Xo'p. Hurmatli obunachilar, bularning narxiga keladigan bo'lsak, maqsad sotish. Bu yerda bizda bu buzoqlarga sut ichirib, ushab turishga joy yo'q, to'g'risini aytganda. Bu yerda asosan g'unajin sigirlarga moslangan joyimiz. Endi fermadan chiqib qolgani uchun olib kelib sotuvga qo'yganmiz. Buzoq qidirgan obunachilarimiz bo'lsa, ikkalasi bir joyda sotiladi, alohida sotilmaydi akalar. Ikkalasi bir joyda 17 million so'mga shahar bo'ylab dastavkasini qilib beraman, 8,5 milliondan. Bu 9 million, 10 million deb yo'naqlarni aytgandan keragi yo'q. Maqsad sotish, lekin ikkalasini ham mana ichib ketdi. Qorong'u paytlardan o'tib bo'lgan. Ichlari ham zakon deyman. Mana bu o'zi 100% ovqat yeyapti. Emizsanglar ham bo'ladi, sut bersanglar ham bo'ladi. Endi mamnisi, endi bu boshqa narsa. Mana qaranglar. Jonivor.
Hech kim o'ylamaydi buni semental tug'gan deb, lekin 100% semental sigiri bolasi ekan. Buni videolarigacha ham bor. Ha qaranglar jonivor baquvvatligini. Ikkalasi bir joyda 17 million so'm, hurmatli obunachilar. 17 million so'mga Toshkent shahar o'zimiz atrofda turadigan okalarimiz bo'lsa, dastavkasini qilib beraman. Ikkalasi ham sog'lom, tetik narsalar. Mana. Alohida sotilmaydi, chunki buni sotsam bu qolib ketadi, buni sotsam bunisi qolib ketadi. To'g'risi tezlashtirib biz sotib olishimiz kerak. Bu yerda qarashga sharoit yo'q. Mana. Mana jonivorlar. 8,5 million so'mdan aralashiga. Hop, telefon nomerlarimiz 99 kodi bilan 646 5016 telefoniga o'zimning telefonimga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolisa buzoq qidirgan akalarimiz shularni olsanglar, baraka topasizlar. Ikkalarisi ham ichi ketdi, unaqa narsalar yo'q. Orqalarini qaranglar, yo'g'onligini. Mana. Sog'lom narsalar. Hozir men bitta yugurib, amoqqa o'tib ketayotgan uchun mana buni qo'yib, amallab tezlashtirish syomkasini qo'yamiz. Ha jonivor. Oyoqlarni baquvvatligini qaranglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.